Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga oddiygina tuxumning bir nechta foydalari haqida so'zlab beraman. Kuniga 2 ta tuxum sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Xotira yaxshilanadi. Tuxum sarig'ida tafsilotlarni eslab qolishga yordam beradigan mayda nerv impulslarini uzatish uchun asosiy aminokislotalar bo'lgan xolin mavjud. Ko'rish qobiliyati yaxshilanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tuxum lutinga boy. Bu vitamin ko'rish qobiliyatini aniq va ravshan saqlashga yordam beradi. Lutin tabiiy ravishda ko'z olmasida uchraydi. Suyaklar va tishlar mustahkamlanadi. Tuxum qonda kalsiy va fosforni miqdorini tartibga soluvchi D vitaminga boy. Tuxum iste'mol qilish, shuningdek, tanaga kalsiyni singdirishga yordam beradi. Bu suyaklarda ko'proq kuch beradi va osteoporozni oldini oladi. Teri, soch va jigar salomatligi yaxshilanadi. Folat yetishmovchiligini kerakli miqdordagi B vitaminini iste'mol qilmaydigan ayollarda keng tarqalgan. Xayriyatki, tuxum bu vitaminning yaxshi manbaidir. Shuning uchun kuniga 2 dona tuxumni xoh qaynatib, xoh qovurib iste'mol qilishingiz kerak. Kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr!